U bir narsa pishirib beraymi, kech qolib ketdik. Yo'q, qayerda yuribsizlar o'zi? Soat allamahal bo'lib ketdi-yu. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Kech bo'lganda nega uyda achki taqib olding? Ana so'rang hoy keliningizdan. Nima bo'ldi? O'qishimdan chiquvdim, bir bola keldi. Keyin menga gap otdilar, bular urushib ketdilar. Hamma yog'ini qonqib tashadi. Voy, o'zi ham ko'zim chiqib ketdi. O'zing ham ko'karganmi sen bolani? Urishdilar deyapman, oyijon. Voy. Qilmang, to'xtang desam ham, yo'q, bordilar-da urdilar. Yo, esi joyidami seni? 02 qilib yuborsa menga shu kammi? Qilsan oyi, qilsan. Nega meni xotinimga qaraydi? Qayoqqadir yozib qo'yganmi seni xotining deb? Bitta seni xotining bormi? Ko'z bo'lgandan keyin qaraydi, chiroyli bo'lsa. Urish kerakmi shuning uchun? Yo'q, men qarab turaman unga qarasa. To'g'ri turish mumkin-ku. Turishingni qara. Yaxshimi shu endi? Yarashgan. Oy qarang. Ha, juda yana yarashibdi. Ha endi. Nimadir tayyorlab beraymi, oyijon? Rahmat. Qornim to'ydi sizlarni ko'rib. Zo'r narsa tayyorlab ber.